Chetga oling mashinani. Qanday bo'ldi kamera? Ichki ishlar xodimining libosi bu yuk. Yukning ichida xalq manfaatlariga xizmat qilishdek mas'uliyat bor. Afsuski, bu yukni ko'tara olmasdan xizmat majburiyatlarini unutib qo'yayotganlar ham yo'q emas. Joriy yilning 18-noyabr kuni Buxoro viloyati Ramitan tumanida viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'muriy amaliyot markazi inspektori kichik serjant Sayfiyev Nexia 2 avtomashinasida o'zidan oldinda harakatlanib kelib, svetoforning qizil ishorasida to'xtab turgan Equinox haydovchisidan yo'l berishini so'rab, avtomashina chiroqlarini bir necha bora o'chirib yoqadi. Kamiga Equinoxning old tomoniga o'tib olib, haydovchiga noo'rin ayb qo'yib, ya'ni transport vositasida avariya sodir etdingiz deya body kamerasiz va hech bir asossiz haydovchidan avtomashinasini yo'lning chetki qismiga olishini talab qiladi. U forma kiygan sharmanda. Sal o'zingni bosib ol. Shu xalq seni odam qilib turganini, formani xalqqa o'dag'aylash uchun emas, xizmat qilish uchun kiyganingni esingdan chiqarma. Hozirda holat yuzasidan viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan kichik serjant Sayfiyevga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan bo'lib, tekshiruv natijalariga ko'ra holatga to'liq qonuniy baho beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.